Nima savol berdingiz? Qarang, savolim mana bu. ID muqaddas narsa chunki bu o'qishda. Meniki, mana men. Ko'zlar aldaydi. Agar ID kartangiz qolib ketgan bo'lsa, universitetga nima yolg'on ishlatib kirib olasiz? Shu yerda o'qiyman deb Telegram guruhdan ko'rsataman bo'l. Hech qanaqa yolg'on ishlatmayman, to'g'risini aytaman. Pasportim ko'rsataman, birinchi kursman. Birorta xeyterli yo'lni qidirib topib kirardim. Kabinetimga kirib beraman. Ikkita kartam bor. Shaxsiy kabinetimni ko'rsataman bu. Hamma aqlan taniydi, kursning ish paytigacha haydaydi. Yolg'on ishlatmayman, to'g'risini aytaman. Ayting o'qib ketib qolibdi deyman, hamma taniydi. Taniydi emas. U ishingiz o'tmasach, kirgizmasligi mumkin. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'xtanglar. Yo'q, qizada любой payt ID yonimda bo'ladi yoki pasport yonimda bo'ladi. ID qoldi degani kitob qoldi degani lekin bu yerda. Seriozli. Uxlab qoldim. Men tanishlarim bor. Через tanish kiraman. Birinchi kursman deb. Ichkarida odamni chiqarib turib, masalan, ID karta bilmaydi-yu meni. Shuna rasmni yuzini shuna qo'lim bilan yopib turib, kurs kirib ketish. Yo'qotib qo'ydim deyman. Iltimos, men uyim 1,5 soatlik uzoq deydi-da. Keyin 1 soatdan keyin kirgizgan edim. Dars boshladim, o'sha tugashiga yaqin kirgizgan. Men uyga borib olib kelganman. Yolg'on ishlatib o'tirmaganman, ko'zini shamg'alatib, orasidan kirib ketganman. Bu yolg'on ishlatgan, raspисанияларni ko'rsataman, uxlab, bo'lmasa uyga ketaveraman. Mana aytdi-da. Menda qolib ketgan bir marta, men opachimga telefon qilganman-da. Olib chiqib berganlar, o'zlarinikini ko'rsatib kirib ketganman. O'zlariniki. Meniki, mana men. Kirib ketganman mana shunaqasiga. ID'si qolib ketgan talabalarni qanday qilib bilib olasiz? Yurish-turishiga, ko'z qarashiga qarab, kelayotganda o'zi bilinadi. O'z xatti-harakatidan bildirib qo'yadi. Yaxshi orqali. Da ko'zlar aldaydi. Ya'ni u narsani bilib qo'yish ham yaxshi emas. Chunki bilib qoladi-da.